Xitoy 30-iyul Şinjan İslam dinini xitoylashtirish yo'nalishida qattiq chang turish kerak temasida maxsus yig'in ochib, islom dinini texmi ilgirlagan holda xitoylashtirish masalasini muzokara qilgan. Mazkur yig'inni Xitoy Markaziy Sotsializm instituti, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq partiya komiteti birlik sap bölimi mas'ul bo'lib uyushtirgan bo'lib, yig'inda atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq islom jamiyatining raisi, atalmış islom dini institutining raisi Abduraqib To'mirniyoz so'z qilib, yangi davrda Şinjandagi diniy sohadagi kishilar o'zi qurilishni davomli kuchaytirib, ideyaviy qurilishni to'liq joriy qildirishi, madaniyat tarqatish va qonun nizomlariga rioya qilishda aktiv rol o'ynab, Junxo millatining zo'r gullanishiga tuhfa qo'shish kerak deb bildirilgan. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining bir necha parlament a'zosi Biden hukumatini Xitoy rejimining kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi turishga chaqirdi va Xitoyning Sharq Turkistonga munosabatlik jazoni bekor qilish talabiga qattiq norozilik bildirdi. Cumhuriyetçi parlament a'zolari Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken va savdo ministri Gina Raimondoga maktub avatib, Xitoy Kommunist partiyasining Amerikadan Sharq Turkistondagi kishilik huquqqa munosabatlik jazoni bekor qilishini talab qilishidan andish qilayotganligini o'ttirga qo'ygan. Parlament a'zolari maktubida yana, agar Amerika hukumati bunday qilsa, bu prezident Bidenning kishilik huquq bizning tashqi siyosatimizning markaziga aylanadi degan so'zini rad qilganlik bo'ladiganligini bildirishgan. Yangi Zelandiya 4-avgust tunji davlat bexatarlik strategiyasi dokladini e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoyni hozirgi xalqaro qoida tuzumlarga tahdid deb atagan hamda Xitoyning navbatda Hind Tinch okean rayoniga harbiy kuch chiqarish iqtidoriga ega bo'lganligini, buning uchun Yangi Zelandiya mudofaa xomchotini oshirib, armiyaning jang tayyorligini kuchaytirish kerakligi tilga olingan. Yangi Zelandiya davlat mudofaa ministri Andrey Vlet Yangi Zelandiya jang qilish iqtidoriga mablag' silishi, shundaqla Xitoy bizdan yiroq deb qarab mudofaalanish masalasiga sal qaramaslik kerak degan. Alma shirkati sun'iy aqlga oid yangi belgilama chiqarishga tayyorlik qilayotgan Xitoyga hayron qolarlik bir qaror chiqargan. Egilinishcha Xitoydagi sun'iy idrokqa oid belgilama 2 hafta ichida kuchga ega bo'lgan bo'lg'ashqa, Alma shirkati Xitoydagi do'konidan ChatGPT va shuningga o'xshash mulozimat bilan ta'minlangan 100 dan ortiq appni elib o'tgan. Falastin Tashqi ishlar ministri Riyad al-Maliki Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi shahar Ramallohda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Al-Maliki Amerika prezidenti Joe Biden hukumatining ularni umidsizlantirayotganligini va davlatning bag'an sira Xitoyga yuzlanayotganligini aytdi. Aqliy iqtidorlik telefon bahosining o'rilishi sababidan nurg'un kishilar azam baholiq aqliy iqtidorlik telefonlarni turli yo'llar bilan atkaz qilishga urinmoqda. Xitoyda bir 68 nimkash iPhone'ni badaniga choplab atkaz qilmoqchi bo'lgan, lekin u tamojna xodimlar tarafidan tutilgan va yenidagi telefonlar musodara qilingan.